Bu safargi tayyorlagan zakazim klientimga yoqmadi. Siz bo'lsa videoni oxirigacha ko'rmang. Videoni oxirigacha ko'rsangiz nimaga yoqmaganligini bilib olishingiz mumkin. Klientim mini lulka zakaz qilgandilar. Mini lulkani oddiy bo'lmasin, qanaqadir bolaliga mos qiziqarli bo'lsa, iloji bo'lsa quyonchalik qilib bering dedilar. Rangini va ko'rinishini o'ziga topshirdim. O'zi chiroyli ranglarda qilib bering degandilar. Men ham rosa 2 kun o'yladim. Pastga qanaqa rangda qilib bering, nima qilib bering ekan deb rosa o'ylab oxiri lulkamizni mana shu holatda bitirib, klientimizga rasmlarini tayyorlab jo'natsam, unidan shunaqa xabar keldi. Yaxshimiz, tuzimisiz, charchamadingizmi? Yo'q, mana shu rangichi, to'g'risi unaqa yoqtirmayman-da, unaqa. Mana shu rozoviy pushti ranglarni. Shuning mayli, ikki xil qilib chiroyli qilib beravering. Ishimdagi birinchi vazifa har doim klientlarimni ko'yniga qarab, ularni rozi qilgan holatda buyurtmalarimni topshirish hisoblanadi. Men esa buni uddasidan chiqdim. Bu safar klientimga to'qigan rangi ham ko'rinishlari yoqdi. O'zlari xohlagandek bo'lib ko'ynaklar to'lgandan keyin zakazimni qabul qilib oldilar. Qizajonlar, sizlarga qaysi biri yoqdi? Birinchi lulkami yoki ikkinchisi? Siz qaysi birini olgan bo'lardingiz? Kommentda 1 yoki 2 raqamni yozib keting.